Oqtoq kasalligi bilan kasallangan bemorni tuzalishi uchun eng muhim bo'lgan narsa bu bemordagi tuzalishga bo'lgan shijoat, ishonch hisoblanadi. Qabulimga shunaqa bemorlar kelishadi, ya'ni bir bemordan so'rayman, maqsading nima desam, doktor, meni oqtoqlarim tanamda yuzimga chiqmasa bo'ldi dedi. Ya'ni bu maqsad emas. Ya'ni insonning maqsadi eshitganingizda, demak, harakatga undaydigan katta maqsad bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha maqsadni eslaganingizda sizni xursand qilib o'sha narsaga erishishga undash kerak. Shu sababli har bir bemor o'sha katta niyat qiladigan bo'lsa, maqsad qo'yadigan bo'lsa, bir gap bor-ku, masalan, tog'day so'rasang, qirday beraman deydi. Agar sizning maqsadingiz, niyatingiz katta bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo ham shunga yarasha, maqsadingizga yarasha shifoni ham beradi.